mavzusida. Demak, o'tgan darsni ozgina takrorlab, keyin yangi darsimizga o'tib ketamiz. Demak, o'tgan dars wireframe'larni tayyorlash haqida ko'rib o'tgandik. Nima uchun kerak, qanday ishlatiladi, qanday tayyorlanadi, foydalarini ko'rgandik. Demak, o'zi nimaligini ko'rib o'tgandik. Bu endi demak, bizning axborot arxitekturasining mahsulotimizning yoki skeleti deb oddiygina qilib aytganda asosi deb nomlasak bo'lar ekan. Demak, asosiy elementlar bu yerda ko'proq e'tiborni rasm, ranglar va shakllarga emas, ko'proq joylashuv va pozitsiyalash va shunga o'xshagan asosiy elementlarni joylashuviga ko'proq e'tiborni berishimiz kerak edi. Masofalar va boshqalarga e'tibor berar edik. Rasmlarga masalan x qo'yib yoki masalan ikonka bilan qo'yishni ham o'rgangandik va ko'p kishi masalan bajarib topshiribsizlar. Rahmat, yaxshi chiqqan. Demak, davom ettiramiz. Demak, nimalarda yordam berishi, jamoa bilan ishlashda, sahifalar orasidagi demak, navigatsiyada, mantig'i, mahsulot mantig'i, arxitektura qurish va shunga o'xshagan Shuna qo'yganman, nima? yordam Shuna turadi. berar Olishimga ko'ra. ekan. Demak, bu yerda misollar bo'lib o'tgandi. Demak, afzalliklar, kamchiliklarni ko'rib o'tgandik. Demak, osonlashtiradi, tezkor, ya'ni tezroq o'sha proyektimizni bajarishga yordam berar edi. Demak, kam vaqt va moliyaviy xarajatlar kamroq ishlatiladi degandik. Demak, kamchiliklarda masalan mijozimizga tushuntirib berish ozgina muammo bo'ladi va masalan doim o'zgartirib tursak va u yerda demak cho'zilib ketish xavfi katta bo'ladi. Demak, shu o'zgartirmasdan iloji boricha tushuntirib nima qilib yetkazib berishga harakat qilish kerak deyilib o'tilgan edi. Demak, qoidalar. Qoidalarni ham ko'rib o'tgandik. Asosiy qoidalar. Demak, birinchi, eng asosiy qoidamiz desak ham bo'ladi, u wireframe'ni boshida, ya'ni proyektimizni tayyorlashning boshida yaratishimiz kerak ekanligini aytib o'tgandik. Demak, user flow yaratilgan vaqtda tayyorlashimiz kerak edi. Tuzilma struktura birinchi o'rniga qo'yish kerak ekan. Ikkinchi qoidamiz. Hop, mahsulotning tuzilishi asosiy o'rinda turadi. Demak, UI qismida masalan bizada eng asosiysi vizual ko'rinish, masalan rasmlar, ikonkalar, ranglar, animatsiyalar edi va shunga o'xshash elementlarimiz edi. Bu yerda esa UXda demak wireframe tayyorlashda tuzilish asosiy o'rinda, ya'ni joylashuvi va shunga o'xshagan pozitsiyalash, shular bizga asosiy o'rinda turadi deyilib o'tilgan qoidamizda. Uchinchi qoidamiz maksimal darajada soddalashtirish. Bu endi masalan shaffoflik darajasi, stillar, tugma ranglari degan narsalarga ko'p e'tiborni qaratmasdan o'sha ikkinchi qoidamizga yaqinroq bu yerda asosiyni ekrandagi asosiy urg'uni ekrandagi joylashuviga qaratishimiz kerak deb aytilgan edi. Ya'ni to'g'ri pozitsiyalashga ko'proq e'tibor beramiz. Masalan, matn, rasmlarga уже oddiygina to'rtburchak shaklchamizni joylashtirib ketaversak ham bo'ladi. Уже matnni kiritib o'tirishimiz ham bunday olib qarasak shart emas. Bizga asosiysi demak oddiy maksimal darajada soddalashtirishib va joylashuviga ko'proq e'tibor berishimiz kerak edi. To'g'ri joylashyaptimi, yo'qmi? Masalan, to'g'ri tekistlanyaptimi, yo'qmi? Shunday muammolarga ko'proq e'tibor berishimiz kerak ekan. Izchillik rioya qilish, izchillik bu yerda takrorlanish, stillar takrorlanish deb o'tgandik. Masalan, header qismi, saytimizning header qismi
har har bir sahifada bir xil bo'lishi kerak. Masalan, bitta sahifamizda logotip o'rtada, ikkinchi sahifamizda logotip chap tomonda yoki o'ng tomonda bo'lishi kerak emas deb misolda ko'rib o'tgandik. Xuddi shunday bloklar ham shunday ishlaydi. Masalan, bloklarning sarlavhasini masalan mana bu yerda o'rtada qo'ydikmi, keyingi blokda ham iloji boricha o'rtada qo'yishimiz kerak. Qora rangda qilyapmizmi, demak bu yerda ham keyingi blokda ham qora rangda bo'lishi kerak. Bu yerda masalan mana shunaqa katta kichikligi masalan shakllari o'shalari hammasi bir xil turda bo'lishi kerak, izchil bo'lishi kerak. Ya'ni yagona belgilangan uslubga va bir biriga mos kelishi kerak ekan. Moslashuvchanlikni yodda tutish. Bunda bizga masalan faqat kompyuter uchun yoki faqat mobil qurilma uchun yaratmaymiz dizaynni. Ko'pincha unda ham, mobilda ham, kompyuterda ham to'g'ri ishlashi kerak bo'ladi. O'sha uchun moslashuvchanlikni yodda tutishimiz kerak. Ya'ni har bir platformada ishlab bilish kerak. Ko'pincha 3 ta break pointimiz bo'ladi. Ya'ni masalan, kompyuter versiyalari uchun va planshet versiyalar va uchinchisi mobil versiyalar uchun bo'ladi. O'shani masalan unutmasligimiz kerak, o'zimizda bo'lishi kerak qaysidir asosiy turlari. Keyin oxirgi qoidamiz bizaga test qilish bo'ladi. Fikr mulohazalar yig'ish, masalan, to'g'ri tuzildimi, sizga ana shu yoqdimi, masalan, kerakli elementlarni topib bildingizmi degan savollar bo'ladi. Shular masalan, fikr mulohaza deymiz, kommentariy deymiz, masalan, mijozlar bilan analiz qilib o'tish kerak deyilgan. Demak, qoidamizda bor. Endi bu kattaroq proyektlarda sizlarni mustaqil ishlaringizda bu test qilish shart emas. Ko'pincha sizlar mustaqil ishlaringizda bu yerda moslashuvchanlik ham shart emas. Ya'ni bitta masalan oddiyroq qilmoqchi bo'lsalaringiz, pastroq baho olmoqchi bo'lganlar uchun masalan mustaqil ishini demak faqat kompyuter versiya yoki mobil versiya uchun tayyorlasalaringiz ham bo'ladi. Demak, misollarni keyin ko'rib o'tgandik. Demak, masalan, rasm uchun mana bu yerda koltuk qo'yilib, masalan, ko'rib tashlab ketilgan. Bu yerda eng ko'proq e'tibordir. Demak, yozuvlarga, nimalarga, joylashuvga e'tibor berilgan. Endi bu yerda ham soddalashtirish ana bu qoidamizga ko'p e'tibor berilmagan, maksimal darajada emas. Matnlar kiritib chiqilgan bu yerda ham. Endi ikonkalar bor masalan. Shunday, masalan, misollarni ko'rib o'tgan edik. Ana endi bugungi mavzumizga ko'rib o'tamiz. Demak, bugungi mavzumiz dizayn tamoyillari, kompozitsion muvozanat, simmetriya va asimetriya bo'ladi bugungi mavzumuz. Demak, kompozitsiya vizual elementlarni birinchi, demak, kompozitsiya nimaligini ko'rib o'tamiz, muvozanatni ham o'qib manimcha simmetriya va asimetriya keyingi nimaga ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi darsimizda. Demak, birinchi boshda kelinglar kompozitsiya o'zi nimaligini ko'rib olaylik. Xo'p, kompozitsiya bu vizual elementlarni, demak, har bir joylashtiradigan nimalarimiz hozir elementlar deb nomlanadi. Masalan, menyu, header, masalan, har bir rasmlarimiz, ikonkalarimiz hammasi elementga kiradi. Masalan, ana bu yerda masalan elementlar, har bir yozuv masalan elementga kiradi. Demak, vizual elementlarni ma'lum tartib va nizom asosida joylashtirish san'ati bo'lib, uning asosiy maqsadi uyg'unlik, muvozanat va estetik ta'sirni ta'minlashdir demak. Demak, vizual elementlarni ma'lum tartib va nizom asosida joylashtirish. Demak, ana masalan elementlar bo'lsa, ana bularni demak to'g'ri joylashtirish, tartib va qoidalarni o'z ichiga olar ekan. Masalan, har bir element masalan nimaga, mana buni o'rtaga nimaga joylashtirilgan, chapga emas, o'ngga emas. Ana bu masalan chapga emas, o'rtaga emas, masalan chapga qanday joylashtirilgan, bular o'ngga nimaga joylashtirilgan. Ana shularni demak o'rganadigan desak bo'ladi. Shunaqa nizom asosida joylashtirish uchun ishlaydigan san'at desak ham bo'ladi.
Demak, asosiy maqsad uyg'unlik, muvozanat va estetik ta'sirni ta'minlash ekan. Bizga uyg'unlikni bilamiz, bir-biriga stillar to'g'ri kelishi. Ko'rib o'tgandik, muvozanatni bugun sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Muvozanat qanday bo'ladi, qanday erishsak bo'lar ekan, shuni ko'ramiz. Kelinglar misollarda ko'ramiz. Bizlar chap tomonda ana bu yerda muvozanatli, ya'ni muvozanat to'g'ri qo'yilgan poster yoki dizayn bizda tayyorlangan. O'shanda misolda ko'rib o'tamiz. Demak, muvozanatli kompozitsiya to'g'ri ko'rinar ekan. Ya'ni xatosiz ko'rinadi desak ham bo'ladi. To'g'ri so'zini qo'yish sinonimiga olib qo'ysak, demak, xatosiz ko'rinadi. Ya'ni bizda muammoli, masalan, nimalik ko'rinmaydi va barqaror va estetik jihatdan jozibali tuyular ekan. Barqarorlik bor bizda, masalan, o'ng tomon va chap tomonlari masalan muvozanatda bo'lsa, demak, barqaror bo'lib, estetik tomondan ham qiziqarliroq ko'rina boshlaydi. Xo'sh, ayrim elementlari diqqat markaziga aylansa ham, hech biri boshqalarni butunlay yo'q qiladigan darajada e'tiborni tortmaydi. Demak, asosiy, hamma joyda ham asosiy elementimiz bo'ladi. Masalan, ana bu yerda filda rasm bor. Bu asosiy elementimiz ikkilamchi elementlarni yopib qo'ymaydi degan ma'nodagi ekan. Agar balans bo'lsa, masalan, faqat asosiyga qarab, masalan, ana bu yerlarni esdan chiqarmaymiz. Masalan, uyg'unlikda bo'lgani sababli, masalan, birinchi asosiy illyustratsiyani ko'rib, keyin uje keyingi elementlarga o'tib ketiladi. Xuddi o'sha ketma-ketlik to'g'ri qo'yilganda, masalan, o'sha barqarorlik, muvozanat bo'lganda ana shunday effekt bo'lar ekan. Demak, barcha elementlar bir-biri bilan uyg'unlashib, o'zaro ravon bog'lanib, yaxlit butunlikni hosil qilar ekan. Butun qismga o'xshab ko'rinishni boshlaydi desak ham bo'ladi. Bizda muvozanatli kompozitsiyamiz. Muvozanatsiz kompozitsiyamizga endi ozroq misol, masalan, o'ng tomonda ko'rsatilgan g'ayridafiylik yoki tanosiblikni ko'rsatar ekan. Yoki bizda miyamizda ozgina noto'g'ri, xuddi bir ana shu kompozitsiyada masalan xatolik ketgan yoki noto'g'ri tuzilgan degan xayollar kelishni boshlaydi. Noto'g'ri ko'rsatilgan degan, masalan, shunga o'xshagan xatoliklar bor degan xayollar kelishni boshlaydi demak. Demak, bu yerda butun kelar ekan. Demak, ana bu yerda masalan sarlavhamiz ko'proq e'tibor tortgan, masalan, keyingi nimalariga o'tib ketish ozgina qiyinroq bo'layapti, masalan. Va natijada kompozitsiya uning qismlarining yig'indisidan ham kichikroq bo'lib ko'rinar ekan. Kompozitsiya uning qismlarining yig'indisi. Qanday bo'lishini kelinglar ko'rib o'taylik. Bu masalan qoida bor, butunlik uning qismlarining yig'indisidan kattaroqdir degan Aristotelning so'zi bo'yicha qoida bor. Yoki целое больше, чем сумма его частей deymiz. Hop. Bu nima degani? Masalan, bu yerda so'zlar bor. Masalan, so'zlarimizning har biri belgilardan iborat. Masalan, har bir belgini o'zicha masalan ma'noga ega emas. Agar birlashtirganimizda butunlik bo'ladi. Butunlik umumiy masalan ma'nosi qismlarning, masalan u, t, u, masalan b, ana bu nimalarning ma'nosidan ko'ra masalan kattaroq bo'ladi. Masalan, butunlik uchun qaysidir ma'noni beradi. Masalan, Aristotel so'zi ham masalan a, r, i bu harflarimiz alohida olsak hech qanaqa nima bermaydi bizga. Ma'no bermaydi desak ham bo'ladi. Agar yig'sak, ana bu masalan miloddan avvalgi o'sha olimimizning bildirib, masalan, ma'nosini beradi. Shunga o'xshagan bizda ham elementlar kompozitsiyada bor.
Bu yerda har xil elementlarimiz bor. Ularni alohida olsak, masalan, qaysidir nimalarni berish mumkin, ma'nolarni berish mumkin. Lekin birlashtirgan vaqtimiz shu ko'proq ma'no beradi, masalan. Birlashtirgan vaqtimiz, masalan, mana bu umumiy kompozitsiya ma'nosini beradi. Demak, butunlik tashkil etuvchi predmetlar yig'indisi, ya'ni yangi sifat kasb etar ekan. Bu sifat uning tarkibiga kiruvchi alohida predmetlarda mavjud emas. Bunday yig'indidagi elementlar o'rtasidagi bog'liqlik qonuniyatga ega bo'lib, har bir qismning undagi o'rnini belgilar ekan. Butunlik o'z qismlariga yangi xususiyatlar baxsh etishi mumkin. Demak, alohida masalan hech qanday ma'noga ega bo'lmasligi mumkin. Yig'ganimizda masalan qaysidir, masalan ana bu yerda so'z misolida olgandik, qaysidir yangi xususiyatlar, yangi ma'nolar berishi mumkin ekan elementlarga. Bunda ana shu masalan nomutanosiblikda shu buziladi. Ya'ni muvozanat bo'lmay qolgan vaqtda, demak, kompozitsiya uning qismlarining yig'indisidan ham kichikroq bo'lib ko'rinib qolishi mumkin ekan. O'sha uchun muvozanatga ko'proq e'tibor berishimiz kerak ekan. Demak, ba'zan bu disgarmoniya ma'noga ega bo'lishi mumkin, ammo ko'pincha muvozanat, tartib va ritm eng yaxshi yechim hisoblanar ekan. Ba'zan endi bo'lib qoladi, shundaki, masalan, yig'ganimizda masalan ma'noga ega bo'lishi mumkin. Lekin iloji boricha ko'proq muvozanat, tartib va ritmga e'tibor berishimiz kerak ekan baribir. Demak, dizayndagi muvozanat. Fizik va vizual muvozanatni ko'rib o'tamiz. Fizika nuqtai nazaridan muvozanat nima ekanligini tushunish qiyin emas ekan. Biz uni doim his qilamiz. Agar nimadir muvozanatsiz bo'lsa, u beqaror bo'ladi. Quyidagi rasm, demak, pastda ko'rsatilgan muvozanatni tasvirlar ekan. Ikki teng vaznli kishi tayanch nuqtalardan bir xil masofada joylashgan bo'lib, ular arg'imchoqni muvozanatda ushlab turishibdi. Bu faqat illyustratsiyalarga tegishli emas. Shunday biz ham yaratishimiz mumkin. Kompozitsiyamizni, masalan, matnlar, rasmlar va boshqalarni, masalan, joylashishida ham kiradi. Masalan, kelinglar bitta frame ochamiz. Ana bu yerda, masalan, kelinglar ana buni matn deylik. Va ana bu yerda qandaydir bir rasm ketgan deylik. Demak, ana bu yerda demak, muvozanat eng oddiy desak ham bo'ladi. Muvozanatli o'sha joylashuv bo'lyapti. Ana bu yerdagi masalan vizual og'irlik bu yerdagi masalan o'ng tomondagi vizual og'irlikka teng bo'lyapti. Teng bo'lyapti. Demak, bizga muvozanat kompozitsiyada saqlangan desak bo'ladi. Endi bu yerda har xil nima bo'lishi mumkin. Masalan, tekst, aytib o'tgandek tekst, rasm va boshqalar bo'lishi mumkin. Faqat illyustratsiyamiz emas. Bu endi misol sifatida ko'rsatib o'tilgan. Demak, illyustratsiyamizda ko'rganimizdek, demak, elementni sog'roq bo'lsa, muvozanat yo'qolar ekan. Ana bu rasmimiz уже bizaga noto'g'ri ko'rinishni boshlayapti, chunki chap tomondagi figura, o'ng tomondagi figuraning muvozanatini saqlash uchun juda kichik ekanini bilamiz. Ya'ni bu yerda juda kichik, lekin bu yerda muvozanatda deb turibdi masalan. Ekanligini bilamiz va taxtaning o'ng tarafida tashlashi kerak ekan. Kerak edi, demak, o'ng uchi yerga tegishi kerak edi. Ana bu yerda bizga yerga tegishi kerak edi. Bunaqa tarzda bo'lganda bizda уже miyada xatoliklar, xayollar, bu yerda xato ketgan degan xayol kelmas edi. Masalan, bu yerda teng turgandek, demak, bu yerda xatolik bor degan tasavvur paydo bo'lishi mumkin. Agar yaqinroq keltirsak, masalan, уже ana bu bizaga markazda sursak, tasvir ishonchliroq ko'rinishi mumkin ekan.
muvozanatliroq desak ham bo'ladi. Ozgina, demak, sentrga sursak. Xuddi shunday, masalan, bizda qandaydir muvozanat katta bo'lgan, vazni katta bo'lgan elementimiz bo'lsa, o'shani masalan sentrga yaqinroq etish bilan masalan, demak, muvozanatni saqlashimiz mumkin ekan. Masalan, mana bu yerda bunday ko'rinishda surib barqarorlikka erishishimiz mumkin ekan. Hop. Endi ikkita turi bor. Demak, fizik massa vizual massaga almashtirilgan va tortish kuchi yo'nalishi vizual yo'nalish bilan o'rin almashgan. Bu yerda masalan fizik tomonidan o'zgartirilgan. Masalan, fizikimiz vizual ko'rinishga o'zgartirilgan. Elementlarni har birini vizual ko'rgandan keyin masalan tasavvur uyg'onadi. Masalan, ana bu yerda muvozanat saqlangan degan masalan tasavvur ko'rganimizda ko'rishimiz mumkin. Ana bu yerda esa masalan imkoniyatda bunday emas. Masalan, muvozanat saqlanmagan. Masalan, ana elementimiz ko'proq muvozanatga ega degan tasavvur bo'lishi mumkin. Harakat ham xuddi shunday. Mana bu yerda masalan statik hech qayerga masalan harakat qilmaydi degan tasavvur uyg'onishi mumkin. Ana bu yerda esa chap tarafimizda harakat bor. Harakat o'sha chap pastga yoki tepaga masalan harakatlanib ketadi degan tasavvur uyg'onadi. Bu demak, harakat bizga vizual yo'nalish deb nomlanadi. Demak, vazn esa vizual massa deb nomlanadi ana bu yerda. Har birini hozir ko'rib o'tamiz. Qanday? Demak, birinchi vizual massadan boshlasak, vizual massa bu vizual elementning qabul qilinadigan massasi, ya'ni sahifadagi ushbu elementning diqqatni qanchalik jalb qilish darajasi. Masalan, elementimiz har xil elementlar bo'ladi. Rasmlar, matnlar, ana bu yerda misolimizdagi masalan qanaqadir illyustratsiyalar, qo'shimcha elementlar bu yerda ko'rsatib o'tilgandek va masalan 4-chi elementimiz bizga masalan sahifaning raqami misolda ko'rsak. Bizda eng masalan massasi, vizual massasi katta bo'lgan element bizda illyustratsiyamiz bo'ladi, rasm. Mana bu chap tarafdagi rasmimiz bo'ladi. Bu sahifadagi elementning diqqatni qanchalik jalb qilishi, eng ko'p diqqatni jalb qiladigan elementimiz shu bo'lgani uchun eng katta massaga ega desak bo'ladi. Keyingi o'rinda o'sha bizga matn bo'ladi. Matn massasi ozgina kichikroq, bundan ko'ra ancha kichik desak ham bo'ladi. 3-chi elementimiz, massaga ega elementimiz bu yerda. Bu element yarim doira elementi. Va eng oxirgi, eng kichik massada bizga sahifaning raqami bo'ladi. Shunday demak, massa belgilab chiqiladi. Endi fizikada bizda nimada kilogramm, grammda o'lchagan bo'lsak, bu yerda endi biza qanchalik diqqatni jalb qilishi bo'yicha hisoblaymiz elementlarimizni. Keyingisi bizga vizual yo'nalish bo'ladi. Demak, bu bizga vizual kuchning qabul qilinadigan yo'nalishi bo'lib, agar obyektga ta'sir qiluvchi jismoniy kuchlar uni harakatlantira olganda, u shu yo'nalishda harakatlanadiganidek tuyuladi. Masalan, jismoniy kuchlar uni harakatlantira olganda, masalan, ana bu elementlarimizni jismoniy kuchlar harakatlantira olganda, masalan, ana bunday ko'rinishga keladi degan tasavvur uyg'onishi mumkin bizning miyamizda. Shu bizga masalan vizual yo'nalish bo'ladi, ya'ni ana bu yo'nalishimiz pastga qarab, masalan, mana bu tomonimiz, masalan, yo'nalishimiz pastga ekan. Va keyingisi masalan keyingisi masalan stabil. Stabil masalan ho'p ta'sir o'tkazilganda masalan sharimiz mana bu o'rtada tushadi.
va stabil bo'lib qoladi. Bu misol bo'lishi mumkin. Yana bir stabil desak ham bo'ladi, lekin bu yerda harakat bor. Chunki jismoniy kuchlar ta'sir qilganda mana bu elementlarimiz masalan pastga tushadi, pastga joylashadi. Bu yerda harakat bor, stabillik ham bor. To'rtinchi misolimizda harakat yo'q bizda. Shu harakat yo'q. Stabil, umumiy stabil, demak vizual yo'nalish ham yo'q desak ham bo'ladi bu yerda. Bu tushunarli, ha? Davom etsak bo'ladimi? Yaxshi. Davom etamiz. Demak, ikkita yo'nalish bor ekan. Ikkita asosiy termin desak ham bo'ladi. Vizual massa, ya'ni qanchalik diqqatni jalb etadi elementimiz, va yo'nalish, vizual yo'nalish. Masalan, harakatlanganda, masalan, obyekt bu jismoniy kuchlar unga demak, qaysi yo'nalishda harakatlanardi tasavvur qilamiz buni. Qanchalik tasavvurda qaysi tomonga qarab yurgan bo'lardi. O'shani misolda ko'rsak bo'ladi. Xo'p, nega vizual muvozanat muhimligi haqida gapirib o'tsak, kelinglar. Vaqtimiz kam bo'ldi. Demak, vizual muvozanat jismoniy muvozanat kabi muhimdir. Mutanosiblik, kompozitsiya tomoshabinda noqulaylik hissini, nomutanosib bizga bo'lganda, xo'sh, noqulaylik hissi paydo bo'lar ekan. Ikkinchi illyustratsiyada shunday ko'rsatilgan. Noto'g'ri tuyuladi. Masalan, mana bu yerda bu illyustratsiyamizni ko'rganimizda miyada hech qanday masalan noqulaylik hissi uyg'otilmaydi. Hammasi to'g'ri, masalan, simmetriya bor, hammasi to'g'ri joylashtirilgan. Mana bu, lekin o'ng tomondagi illyustratsiyamizda o'sha noto'g'ri tuyulishni boshlaydi. Noqulaylik hissi paydo bo'ladi. Va miyamiz masalan bu yerdagi masalan nima deymiz? Zadachani yechishga harakat qiladi masalan. Nimaga bunday masalan, ana bu yaqinda, bu uzoqda bo'lishi mumkin degan qanaqadir tasavvur qilishni boshlaydi. Bu nimaga bunday noto'g'ri qo'yilganini yechishni boshlaydi va masalan o'sha noqulaylik hissi paydo bo'lar ekan. Shuning uchun demak, muvozanat kerak. Ko'rgan vaqtga e'tiborni boshqa joyga tortib ketmasligi uchun kerak ekan. Demak, bizda muvozanatli bo'lganda har bir element yetarli darajada qiziqish uyg'otishi mumkin ekan. Masalan, mana bu yerda o'ng tomonimizda illyustratsiyamiz bor va chap tomonimizda ko'pincha shunday joylashtiriladi. O'zi ko'p kompozitsiyalarimiz shunday qurilgan. Nima qilib bo'lsak bo'ladi? Biz ko'pincha o'ng tomonda illyustratsiyamiz va chap tomonda matn yoki qo'shimcha informatsiyalar, yetkazib bermoqchi bo'lgan informatsiyalarimiz joylashtiriladi ko'pincha. Shablon desak ham bo'ladi. Va ana bu eng asosiysi e'tibor berishimiz kerak. Shularning muvozanatga egami? Bir-biriga vizual massasi bir-biriga tengmi, yaqinmi degan savol berishimiz kerak. Ya'ni bu yerda illyustratsiyaning vazni katta, e'tibor jalb qiladi. Va undan keyin masalan keyingi matnlarni o'qib chiqish uchun mana bu yerda ham o'shanga yaqin hech bo'lmasa, demak, nima bo'lishi kerak? Vizual massa bo'lishi kerak. Bu yerda masalan bunday vizual massani qilingan, joylashtirilgan. Muvozanat bo'lmasa, tashrif buyuruvchi ba'zi dizayn elementlarini sezmasligi mumkin. Biroq vizual qiziqish uyg'otadigan joylarga e'tibor qaratadi. Natijada muhim ma'lumotlar e'tibordan chetda qolishi mumkin. Agar foydalanuvchiga barcha kerakli ma'lumotlarni yetkazishni istasangiz, muvozanatli dizayn yaratishni unutmang. Ya'ni qaysidir elementga ko'proq e'tibor berib, masalan, pastdagi elementlar yoki chetdagi elementlar e'tiborsiz qolib ketishi mumkin muvozanat bo'lmagan vaqt. Ya'ni bitta elementimiz
ko'proq e'tibor tortib qo'yganlar qolib ketgan vaqtda. Demak, umumiy muvozanat turlarini ko'rib o'tamiz. Demak, simmetrik muvozanat. Bu yerda chap va o'ng tomon bir-biriga ko'pincha teng qilib nima qilinadi? Simmetrik muvozanat. Eng teng bo'lgan obyektlar markasi bo'ladi. To'y taklif nomalarida masalan ko'pincha shunday qilib simmetrik kompozitsiyalar yaratiladi. Bu yerda masalan chap tomonda misol ko'rsatib o'tilgan simmetrik muvozanat. Mana bu yerda chap tomon va o'ng tomonda masalan simmetriya bor, masalan bir xil joy tashlangan. Mana bu yerda yozuv ozgina farq qilsa ham, lekin muvozanatlar bor. Chap tomon simmetriya, o'ng tomonga yozuvlar, bu yerda sarlavha, rasmni o'zi xuddi shunday muvozanatda sentrda turibdi. Xo'p, ozgina minus tarafi bor. Buni simmetriyada joylashtirish oson. Demak, oddiy, qulay desak ham bo'ladi. Faqat bitta minus tarafimiz oddiy, sodda ko'rinib qoladi. Qiziqtirib bilmaydi desak ham bo'ladi. Zerikarliroq bo'lib qoladi bizda. Bu kompozitsiya bo'lishi mumkin. O'sha uchun e'tibor beramiz. Masalan, qiziqarliroq qilmoqchi bo'lsak, asimetrik muvozanatga ko'proq e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Qanday? Masalan, shakllarimiz bir xil bo'lmasligi mumkin. Mana bu yerda masalan aylana va ikkita to'rtburchak yordamida masalan, lekin muvozanat bir-biriga teng bo'lyapti. E'tiborni masalan, mana bu bitta shaklimiz ko'proq tortadi va ikkita masalan kamroq e'tibor tortuvchi elementlar masalan bir xil qilib qo'yishimiz mumkin. Shunday masalan dinamik va qiziqarli ko'rinish uchun kerak ekan bizga zamonaviylik, harakat, jonlilik, energiya hissini uyg'otar ekan bizga. Demak, asimetriyadan foydalanish. Bu yerda ham endi muvozanatni nima qilib ko'rish kerak masalan. Mana bu yerda muvozanat saqlash uchun masalan bu yerda joylashtirilgan. Ana bu elementimizni masalan mana bu tepada joylashtirib qo'ysak, umumiylik, birlik buziladi. Masalan, bitta elementimizni yoki ana bu elementimizni chap tarafga joylashtirsak, masalan muvozanatdan chiqib ketadi va masalan chapga ko'proq tortib nima qilib ketadi. Masalan, ko'proq element, qaysidir elementlarimiz keyin e'tibordan chetda qolib ketishi mumkin. Va bizga to'g'ri ko'rinmay qolishi mumkin. To'g'ri emas, masalan xatolik. Xuddi bu kompozitsiyada xatolik bordek tuyulishni boshlaydi unda. Radial muvozanat bu endi bizga markaziy nuqtadan demak atrofga tarqaladigan desak bo'ladi. Asosiy e'tibor markaz bo'ladi. O'sha yerga masalan asosiy informatsiyani bermoqchi bo'lsak, ana shu yerda joylashtiramiz va atrofida masalan kerakli ikkinchi darajali va undan keyingi elementlarni joylashtirsak bo'ladi. Va mozaik muvozanat, kristallografik muvozanat desak ham bo'ladi. Xuddi nima deymiz, hausga o'xshab bir-biriga bog'liq bo'lmagandek tuyulsa ham, lekin bu yerda muvozanatga ega. Hammasini yig'ib chiqsak, masalan, bu yerda turlicha bu chap tomon va o'ng tomon masalan muvozanatga egaligini ko'rib chiqishimiz mumkin. Demak, buni Jackson Pollockning kompozitsiyalarida ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerda masalan bitta ham muvozanatga ko'p e'tibor berilgan. Masalan, bitta tomon ko'proq tortib ketayotgandek, chap tomon tortib ketayotganga o'xshamaydi. Ikki tomonda muvozanat saqlangan. Endi ma'nosini tushunmoqchi bo'lsangiz, endi bu alohida mavzu bizga endi hozir kompozitsiyada muvozanat saqlash, masalan, muvozanat tomonidan bu yerda demak hammasi to'g'ri joylashtirilgan. Mana yana bir masalan illyustratsiya. Yana bir masalan muvozanatli illyustratsiyani ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda ham chap tomon, o'ng tomon bilan yetarlicha bilan joylashtirib chiqilgan.
hech qaysi tomon ko'proq e'tibor tortib, bitta tomon qolib ketmayapti chetda masalan. Mana shu turlari ekan. Bir minutdan vaqtimiz kamroq qoldi. Qaytib qo'shilamiz, talabalar. Hozir yana tashlab qo'yaman. Hozir amaliyotga o'tamiz endi. Yo'q, chiptaga qilamizmi? Hozir tashlab qo'yaman. Boshqa gruppaga tashlab qo'yaman. Yaxshi. Ho'p. Mavzumiz bo'yicha savollar bormi? Yo'q, ustoz. Amaliyotga demak o'tamiz. Muvozanat yo'nalishlarini bilib olishimiz kerak. Demak, yoddan chiqarmaymiz. Vizual elementning massasi, vizual massa deyiladi. Elementni qanchalik diqqatni jalb qilishi ekan. Mana shu bo'yicha demak oddiy vazifa bo'ladi. Vazifalar bajarishlari kerak bo'ladi. Bugungi nimada? Demak, mana bu yerda masalan misollar ko'rsatib o'tilgan. Shunga o'xshagan tayyorlashlaringiz kerak bo'ladi. Vizual kompozitsiyalar desak bo'ladi. Tayyorlashlaringiz kerak bo'ladi. Simmetrik ko'plar bo'ladi. Simmetrik va asimmetrik qilib tayyorlashlaringiz kerak bo'ladi. Ustoz, nima uzoqroqdan bitta anaqa qiling, rasmga tashlay, gruppaga yo tashlaysizmi? Va bularni tashlayman hali. Hozir bir ikkita sizlar bilan birgalikda tayyorlab chiqamiz. Qanday tayyorlasak bo'ladi, shularni tushuntirib o'taman. Masalan, ana bunisini o'chirib turaylik. Hozir bir minut gruppaga nimani tashlab yuboray. Demak, tayyorlash uchun ko'pincha endi ramkamiz kerak bo'ladi. Frame deymiz yoki frameimiz iloji boricha shu kvadratsimon bo'lishi kerak. Oddiroq, soddaroq, o'zlaringizga qiynalmaysizlar. Shu qanday qilib tayyorlasak bo'ladi? Shu frame F'ni bosib yoki ana bu tugmamizni bosib, bu yerdan social mediadan kirib, Instagram postini tanlashimiz kerak bo'ladi. 1080 ga 1080 qilib yaratib beradi sizga heytimiz. Demak, mana shu yerda demak tayyorlashlaringiz kerak bo'ladi. Faqat ana bu yerdagi shakllardan foydalanamiz. Poligonlar bor, yulduzlar bor, ana bu ellips, arrow, line, chiziqlar, strelkalar bor, to'rtburchaklar bor. Hammasidan foydalansangiz bo'ladi. Matnni yozmaymiz bu yerda. Matn keragi yo'q уже. Bizga faqat shu elementlarni, masalan, kompozitsiyani tuzish bo'ladi. Bu masalan to'rtburchaklar, nimalar ko'p narsani anglatish mumkin. Masalan, rasmni anglatish mumkin, matnni anglatish mumkin. Animatsiya, tugmalar va boshqalarni anglatishi mumkin. Bu yerda endi umumiy qilib masalan vizual muvozanatni tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Masalan, eng oddiysi masalan ikkita element. Eng oddiy misolimiz. Bu yerga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Yoki bunday. Yoki 3 ta bajaring, 3 ta qo'ying masalan, 4 tasiga ikktasini qo'yamiz. Va bunday qilib 3 ta elementimiz masalan muvozanatli, simmetrik bu yerda bo'ldi, statik bitta joyda turibdi masalan. Bu yerda masalan harakat ta'sir bo'lsa, tashqaridan fizik ta'sir bo'lganda ham xuddi shunday bo'ladi. Masalan, ozgina mana bunimizni egriroq qilib joylashtirsak, masalan, bu yerda уже tashqaridan qanaqadir bo'lganda xuddi bu yiqilib tushadigandek tasvir qiladi. Bu endi keyingi nomimizda yozib ko'rayotamiz. Ularda mana bunday simmetrik tayyorlashimiz mumkin ekan. Qo'shimcha qo'shasizlar, masalan, elementlar bu yerda bo'lishi mumkin. Tepasida yoki pastida farqi yo'q. Endi bu yerda hozir asosiysi muvozanatni saqlab ko'rishimiz kerak, ishlatib ko'rishimiz kerak. Ranglarni ishlatmaymiz. Qizil, sariq, yashil bularga ketib o'tmaymiz. Faqat ana bu yerda shu burchakdan ranglarni tanlashimiz kerak. Masalan, to'q, och, kulrangni tanlaymiz o'zgartirib. Masalan, oq qilishlaringiz ham mumkin.
fonni har xil qilib mana bunday masalan qiziqroq qanaqadir nimalarga ega bo'lishlari mumkin. Mana shunday tayyorlashlari kerak bo'ladi. Xo'sh, simmetrik hech bo'lmasa bir uchta bo'lishi kerak. Ana bunga o'xshagan simmetrik yoki masalan kelinglar oddiyroq yana bir aylanmalardan foydalansangiz bo'ladi. Bu yerda masalan simmetrik kelyapti bizga. Simmetrik qo'shimcha masalan elementlar qo'shib chiqishlaringiz mumkin o'zlaringiz xohlaganday qilib. Bu endi o'sha ko'rib o'tganimizdek nimada bular deydi. Hali elementimizning pozitsiyalari keyin ichiga o'sha ranglar, e'tiborni jalb qiladiganlar, matnlar, rasmlar keyin qo'shiladi. Bu bizga endi to'g'ri joylashtirishni ko'proq praktika qilishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda simmetrik ana shunday hech bo'lmasa 3 ta qurilma tayyorlaysizlar. Masalan, mana bu yerda simmetrik misollar ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda masalan e'tibor tortadigan masalan elementimiz, masalan o'ng tomondagisi va chap tomondagisi e'tiborni bir xil jalb qilyapti. Demak, bu nimamiz? Demak, nima desak bo'ladi? Muvozanatga ega desak bo'lar ekan. Mana bu yerda ham nosimetrik. Bu yerda ketgan. Masalan, ana bu elementimiz ko'proq e'tiborni jalb qiladi, lekin ana bu elementimiz kattaroq. E'tiborni kamroq jalb qilgani bilan kattaroq bo'lgani uchun masalan bu yerda ham demak balans ushlangan desak bo'ladi. Balans ushlangan, balans teng, demak muvozanat to'g'ri belgilangan. Bu endi simmetrik bo'lmaganga misol bilan. Bundan ham masalan 3-4 ta yaratishlaringiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda shunday simmetrik bo'lmagan, lekin balans ushlangan. Mana bu yerda masalan misolida bu yerlarda masalan joylashtirilgan bir elementlar. Bu ham masalan kirishi mumkin. Bu endi harakatga ham kiradi masalan. Xuddi bu elementlarimiz pastga ketayotgandek harakat bo'lyapti. Ana bu yerda ham shunday bir harakat bor elementlar. Masalan tashqarida bo'lganda qanday bo'ladi? Masalan bu elementimiz pastga harakatlanadi, bu elementlar ham pastga harakatlanadi. Xuddi o'shani bildirib turishi bizga demak muvozanatni saqlashga qo'llashimiz kerak bo'ladi shu yerda ham. Bunaqa qilib tayyorlaysizlar. Har xil sizlar nimalarni tayyorlashlaringiz mumkin. Elementlar joylashuvi faqat o'zlaringizdan nimalaringizdan kelib chiqib tayyorlashlaringiz kerak bo'ladi. 3 tadan demak 3 ta simmetriya bo'yicha joylashtirib chiqishlaringiz kerak bo'ladi. 3 ta asimmetriya, ana bunga o'xshagan elementlarimiz. 3 ta harakat, 3 ta statik. Masalan, ana bunimiz hozir statik bo'lsa, harakatlik ana bu yerda bor, masalan, ana bu yerda bor, bu yerda bor. Shunga o'xshagan yaratishlaringiz kerak ekan. Ana bu ham masalan harakatga misol bo'lishi mumkin. Bunaqa ham yaratib ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda endi ozgina asimetriya bor. Bu yerda ham endi harakat desak ham bor, ozgina qo'shilgan. Bu yerda masalan simmetriya ishlatilgan harakat ham bor. Shunday yaratishlaringiz kerak. Masalan, yana bir misol o'sha ko'p e'tibor jalb qilgani uchun masalan o'rtadagi elementimiz o'rtaga qo'yilgan. Ana bu yerda bunday qilib qo'ysak, uje bizga nima deydi? Kompozitsiya buncha yaxshi ko'rinmaydi. Noto'g'ridek ko'rinishni boshlaydi. Ya'ni ko'p e'tibor bu yoqqa ketib qolib, massamiz demak o'ng tarafga tortib ketib qolishi mumkin. Bu yerda o'rtaga qo'ysak, bilan bizga simmetriya bor, o'sha o'zini muvozanat ham paydo bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha muvozanatli
qilib, hammasini muvozanatga e'tibor berishlariz kerak bo'ladi. Balansni ushlashlariz kerak. Bu tushunarlimi? Bunday masalani qo'yishlariz mumkin. Shu bo'yicha. Umumiy demak, uchta hech bo'lmasa 9-10 ta element shunday yaratishlari kerak bo'ladi. Tushunarli? Demak, 9 ta element bo'lishi kerak. Umumiy kamida. O'zlari xohlagan shakllardan foydalaninglar. Masalan, o'rtburchak, to'rtburchaklarimiz bor, aylanmalarimiz bor. Farq yo'q. Kvadratdan foydalaninglar, xohlasangiz, burchaklar bor. Hammasi bor Figmada. Faqat shu ranglarimizni kulrang qilamiz. Mana shunday nimaga joylashtirib chiqamiz. Savollar bormi vazifa bo'yicha? Yo'q, ustoz. Asosiysi balansga qaraymiz. Balans chap tomon va o'ng tomonlarimiz bir xil nimada vizual massaga ega bo'lishi kerak. Tushunarli? Tushunarli bo'lsa, demak, yakunlaymiz bugungi darsni. Bu hozir bu yog'ini skrinshot qilib tashlab qo'yaman sizlarga, bu yog'ini misollardan ko'rib tahlasalar ham bo'ladi. Savollar bo'lmasa, bugungi darsimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha. Sog' bo'ling. Rahmat, hurmat qilasiz. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.